payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'luvchilar ibodatlarda bardavom bo'lish. Bir kun o'qib, bir kun tashlab qo'yib. Bir ibodatga kirishsa qattiq kirishib ketadi. Bir qarasangiz umuman tashlab qo'yadi hamma narsa. Umuman bir zalolat nargi yo'lga o'tib oladi bir sakrab. Ibodatni juda ko'pi emas, ibodatning davomiyligi muhim azizlar. Ibodatni bugun ko'p qilib nargi yo'lga o'tgan paytda Azroil kelib turib shunday so'rasin. Muhlat so'rab olasizmi? Bu yo'lga o'tib olay, shoshmay turdik. Kimga muhlat berildi? Hech kimga muhlat berilmaydi. Shu vaqtgacha bundan keyin hech kimga berilmaydi. Eshityapmiz, ko'ryapmiz, janozasida qatnashyapmiz. Kecha sog'lom bo'lib turgan inson, shu to'satdangina yuragi ushlab qoldi deymiz. Aslida oyoqdan so'radi uni. O'sha vaqt kelgandan keyin muhlat so'rashga imkon yo'q. Bir hatto nafasni kirib chiqishligiga imkon yo'q azizlar. Shuning uchun ibodatning davomiyligi, bardavom bo'lishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan qiyomatda hamroh bo'lishga olib borar ekan. Nafsni yengishni eng katta yo'llaridan biri sajdani ko'paytirishlik. Ibodatda bardavom bo'lishlik. Allohga eng yaqin bo'ladigan bandaning holatdagi hayotdagi nimasi? Banda sajdada turgan holatda Allohga yaqin bo'ladi. Va la taqrabus sajda. Ya'ni banda sajda qilar ekan Allohga eng yaqin bo'ladigan holati mana shu narsa bo'ladi.